Assalomu alaykum kavrak ishqibozlari, kavrakga qiziqib turgan aka, kavrak biznesiga qiziqib turgan akalarimizga mana 2025-yil 21-iyun donaklarimizni ko'rsatamiz. Qanday olinish kerakligini ko'rsatamiz. Bu ko'rsat, och. Qaysini olayapsan? Mana. Ya, maşallah. Donaklarimiz ol. Mana shirgirlarimiz bor, maxsus. Mana shu bittada olinadi. Mana bitib, donaga qo'yib teradi. Terib. Endi kesilishini ko'rsatamiz. Kesilishi mana shunday holatda kesiladi mana. Mana yo'qolgana qilib mana yo'qol. Mana shirani chiqishi. Mana ko'rdilaringiz a? Shunday tartibda ketaveradi. Mana kavrak donaklarimiz. Ochaver. Mana yo bismillah. Maşallah. Mana donaklarimiz chista original Kokiston donaklari mana shular bo'ladi. 2025-yildagi. Nasib bo'lsa, mana shunday holatda kesilib ketyapti donaklar. Mana kavrak ishqibozlari, kavrakka qiziqib turgan akalarimizga yangi videolar chiqaryapmiz. Mana donakning holati. Sizga qiziqib turgan akalarimiz bor, shuning uchun video chiqaryapmiz. Mana donakimiz. Chista original donaklar. Donaklarimiz holati. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, like bosing va kommentariy yozib o'ting. Mana yaqinda video ko'rsatyapman, videolarda donaklarda